oxirgi 5 yillikda eng ko'p suv qamash ishlari amalga oshirilyapti. Juda ham to'lib ketgan. Toshkent shahrida bayram kunlari yomg'ir yog'ishi aniq. Kelyapti oqim. Eron mamlakati sinoptiklardan to'g'ri foydalana olayotgan kamdan kam islomiy mamlakat hisoblanadi. Mana yaqinda chiqqan xabarlarga ko'ra, shu Eron Amerika urushi davomida chiqqan xabarga ko'ra, demak, eronliklar o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan o'sha iqlim bo'yicha bitta katta iqlim xizmati iqlim bo'yicha o'sha aql markaziga zarba berilgan va shunga bog'lashyapti. Hozir Eronda va Turkiyada kuchli yog'ingarchiliklar, yaxshigina yog'ingarchiliklar bo'lyapti va qurg'oqchilik chekinyapti degan fikrlar bor. Ya'ni Eronda bu Eron axborot vositalarida bu juda ham ko'p aylanyapti. Bu bo'yicha fikringiz qanday? O'zi Eron mamlakati ayni dunyodagi eng kuchli sinoptiklar, harbiy sinoptiklar deylik. Ya'ni sinoptiklardan to'g'ri foydalana olayotgan kamdan kam islomiy mamlakat hisoblanadi. To'g'ri eshitdingiz. Ya'ni dunyodagi eng kuchli mana shu amaliy praktik anaqalar iqlimshunoslar, sinoptiklar Eronda. Nima uchun? Chunki ular to'g'ridan to'g'ri urush, ya'ni ular o'sha mana bu Izrail mamlakatiga nisbatan urush kayfiyatini o'zi ular qonunchiligida bor va xohlaydimi yo'qmi, ular urush jarayonlarida, raketa otish jarayonlarida ob-havo bilan hisoblashadi. Xuddi shunaqangi Isroil ham. Va shuning uchun ulardagi o'sha sinoptiklar yoki iqlimshunoslar mukammal o'sha davlat bilan birgalikda qaysi paytda raketa otilishi muhim hisoblanadi. Hammasi ular juda anaqa biz o'zimiz ham kuzatib turamiz. Eng katta bazalari o'sha dunyodagi iqlimiy ma'lumotlari teri ma'lumotlarni tortishadi. O'sha Erondan tortish vaziyatlar, Kopernikus degan bazalar borda. Ya'ni vaziyatni ko'rib turamiz o'zimiz ham. Demak, ishlayapti u yerda. To'g'ri, ular ommalashtirishmayotgan bo'lishlari mumkin, ilmiy ishlar qilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin doimiy foydalaniladi va azaldan Eron juda ham ko'p paytlarda o'sha sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalarini qo'llagan. Turkiya bilan ziddiyatlar azaldan bor bularda. Siz bizni bulutlarimizni tortib olyapsiz deydi. Bunisi har xil ma'lumotlar beradi va endi umumiy ma'noda arab mamlakatlarida bilamiz, arabliklar emas, bu Yevropa mamlakatlari oxirgi yillarda sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalari iqlimni yumshatish masalasida juda katta bir tadqiqotlari, ya'ni chet elliklarni yollab hozir ishlari amalga oshirishyapti. Bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi urushlarda ob-havo omili juda ham katta ahamiyat o'ynaydi. Masalan, hattoki nishonga to'g'ri zarba berishda ham raketa, ballistik raketa bo'ladimi yoki boshqa raketalarda ham siz ob-havoni o'sha fizik jarayonlari to'g'ri hisobga oladigan bo'lsangiz, nishon 0. Adashmovchiliksiz. Ya'ni biroz qanaqadir havo oqimlari, fizik jarayonlar, o'sha tebranishlar, boshqa-boshqalar bo'ladigan bo'lsa, sizni o'sha manzilga nisbatan 300 metr, 3 kilometr, 4 kilometrlik nima deydi? Adashish yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun doimo ular o'sha sinoptiklar imkoniyatidan foydalanadi. Shu bilan birgalikda Izrailda ham xuddi shunaqangi texnologiya, ular ilmiy potensiali ham bor va kelajakda baribir mana shunaqangi urushlar davom etadi shekilli. Eron sobiq prezidenti o'sha 2003-yildan beri ya'ni o'sha qurg'oqchilik keltirib chiqarilayotgan bu sun'iy omillar bo'yicha o'sha dushman mamlakatlarning sun'iy omillar bo'yicha kelib chiqyapti degan fikrlarni ilgari surgan va bu to'g'ri anaqa e'tiroz, chunki biz o'zimiz ham mana shu Toshkent shahrida o'sha o'tmishda 2000-yillar boshlarida biz olimlarimiz ishlashgan. Toshkent shahrida bayram kunlari yomg'ir yog'ishi aniq kelyapti oqim va mana shu yomg'irni kuchini kamaytirish uchun Jizzax viloyati ustida sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalarini qo'llashgan. Ya'ni atmosferik barcha quvvatni ana shu Jizzaxni o'ziga tashlab Toshkentga o'sha nam havo oqimini bulutda deylik, shu shalpaytirib, kamaytirib kuchini shunaqangi resurslarni qilishgan. Ya'ni tadqiqotlar bor. Xuddi shunaqangi jarayon bo'lyapti. Asosiy ularda bar marshrut arab mamlakatlaridan Eron kirib keladi nam havo oqimlari. Ko'rsatamiz, doim aytyapmiz va mana shuni hisobiga ularda sun'iy ta'sir ko'rsatishlar to'g'ridan to'g'ri Eron mamlakatlaridagi bulut quvvatini kamaytirib yuborgan bo'lishi mumkin. Va shuning uchun ham sun'iy yomg'ir yog'dirish masalasi bu jiddiy hisoblanadi. Siyosiy to'satdan sun'iy yomg'ir yog'dirib ketaveradigan jarayon emas. Bu kelishuvlar asosida, masalan, mana biz o'zimiz ham Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan kelishib, biz sun'iy yomg'ir yog'diryapmiz. Chunki ularda yomg'ir yog'maslik effekti baribir xohlaysizmi, qo'shni mamlakatlardan bulut kelayotgan manzildagi mamlakatlarda mana shunaqa eksperimentlar bo'lyapti. Sizga nisbatan ayblovlar qo'yish boshlanaveradi. Shuning uchun bu ehtiyotkorlik bilan amalga oshiriladigan texnologiya hisoblanadi. Suv omborlari qanaqa o'zi? Suv omborlaridagi vaziyat mana kecha kuni ham chiqdi. O'sha Vladimir Norov sobiq tashqi ishlar vaziri qurg'oqchilik keladi, juda ham yomon keladi deyildi. Mana biz ko'ryapmiz, suv omborlaridagi vaziyat unchalik yomon emas. Ayni Surxondaryo, Qashqadaryo, hattoki Toshkent viloyati suv omborlarida oxirgi 5 yillikda eng ko'p suv qamash ishlari amalga oshirilyapti. Juda ham to'lib ketgan, hattoki o'sha maksimal suv sig'imi masalan 250 Toshkent dengizi deyiladi, million metr kublik Toshkent Tuyabog'i suv omborida hozir 249.8 to'lib turibdi yoki 100%, yoki mana xuddi shunaqangi Qashqadaryo suv omborlariga o'shanga yaqinroq va shu bilan birga Ohangaron suv omborimizda ham vaziyat yaxshi. To'xtaqulda yomon.
Qirg'izistonda vaziyat biroz Qirg'izistondagi vaziyat ayni To'xtaqult oxirgi 5 yillikdagi eng kam suv bilan, hozir taxminiy bu ham, endi hozir Qirg'iziston hukumati bilan suv xo'jaligi vazirlik tuzilmalarida yopiqlik siyosat amalga ular yopilyapti, bilmadim nimagadir yopilishi nimasiga biz To'xtaqult Qirg'iziston To'xtaqult suv omborini muntazam ma'lumotlarni olardik, hatto suv xo'jaligi vazirligida ham mana shu To'xtaqult suv omborlari taxminiy shakllantirilyapti. 26-aprel holatiga mana biz joylashtiryapmiz, ko'rib olishlari mumkin. Umumiy ma'noda so'nggi 5 yillikdagi o'tgan yilga nisbatan boshiga nisbatan bu yil biroz kam, lekin 2023-24-yildagiga nisbatan Qirg'izistonda aytayapman-ku, hozir nafaqat Qirg'izistonda, Vodiyda ham mana aprel oyida Vodiylar juda bo'lsa bir mana 4 mm, 10 mm gacha yomg'ir yog'yapti. Mana bu Qizilqum cho'lida 100 mm ga yaqin. Ya'ni tushuntiradigan bo'lsangiz, Qizilqum cho'lida Vodiyga nisbatan 10 barobar yoki 20 barobar ko'p yomg'ir mana shu aprelda kuzatilyaptimi? Demak, asosiy quvvat mana shu markazdan chiqib ketaveryapti. Vodiy bilan birgalikda Qirg'izistonda ham vaziyat sal qurg'oqchilikka borib taqalyapti. Shuni hisobiga biroz o'sha hududlarda yomonroq, lekin bu umumiy yilimiz juda ham bir yomon qurg'oqchilik, shunaqangi o'tishini, chunki suv omborlarimizda vaziyat ancha yaxshi. Mana kutilmalarimizni ham beryapmiz. Iyul bilan iyun, may oylarimizda yog'ingarchilik u darajada quruq emas, ya'ni qizil rang, sariq ranglar kelib chiqmayapti. Jahon meteorologiya markazi ma'lumotlari bo'yicha ham keyingi ko'rsatuvda biz maksimalniy mana shu oyga, may oyini prognozlarini taqdim qilamiz. Suv omborlarida vaziyatlarimiz ancha yaxshi. Demak, katta rahmat. Albatta fikr va e'tirozlaringizni izohlarga yozib qo'ying va takliflar ham berib o'tinglar. Sog' bo'linglar. Traktoringiz uchun sifatli va 2 yil kaforatli avtopilotlarni olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling.